Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Hozir biz Andijondamiz. Andijonni baliqchisida bu xonadondan xabar olib turillar edi. Xabarlaringiz bor, yetim bolalardan, oziq-ovqatidan, boshqa zarur narsalardan xabar olib turardik. Bu joyda 4 ta qiz yashar ekan, dadalari vafot qilishibdi. Hop, uylari mana shunday abgar ahvolda ekan. Bizni jamiyatimizda, bu musulmonlarning jamiyatida, o'zbeklarning jamiyatida bunday xonadonda 4 ta yetim qizning yashashligi juda achinarli holat. Shuning uchun himmatli do'stlarimizga taklif bor. Mana shu uylarni buzib tashlab, o'zi buzilay deb qopti. Yangilab berish kerak. Shunga sizlarga bu oilani karta raqamlarini beramiz. Telefon raqamlarini beramiz. Izzatullo, hozir bilasizmi g'ishtning narxini? Bir 10 ta g'ishtga aksiya e'lon qilamiz. Pulini ham yozing, xo'pmi? 10 ta g'ishtni men o'zim ham kuchim yetaveradi, sizning ham kuchingiz yetaveradi. 10 ta g'ishtdan to'planaylik. Agar qodir bo'lsak, uylarni buzib yuborib, o'sha 10 ta g'ishtdan sarflab yangilab beramiz. Alloh himmatlaringizni ziyoda qilsin. Kim xohlasa o'zi uchun, agar qo'shib qo'ymoqchi bo'lsa ayoli uchun, qo'shib qo'ymoqchi bo'lsa otasi, onasi uchun 10 tadan g'isht yuborasizlar. Qiyomat kunga dasturi amal bo'lsin. Gunohlarimizga kafforat bo'lsa ajab emas. Omon bo'lar.